Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan telefonda video ko'rib sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Payap deb nomlangan sayt. Bu sayt orqali biz YouTube videoroliklarni ko'rib sarmoyasiz pulli ishlashimiz mumkin. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda yozib qo'ygan заработок на просмотре video deb qo'ygan. Aytib o'tganimdek, YouTube videoroliklarini 15 sekund, 20 sekund ko'rib biz sarmoyasiz pulli ishlashimiz mumkin. Minimalniy pul aytish bu yerda 50 sent deb qo'ygan, ya'ni sayt yangi ochilganda 50 sent edi. Hozir eng minimalnisi $1 dan boshlanadi. Demak, pastroq uchib yana sayt haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. Qanaqa ishlaydi bu sayt, nima uchun ochilgan va nimalarga erishgan, shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Bu yerda statistikasi bor. Sayt 928 kundan beri ishlab kelyapti. Bu adashmasam salkam 3 yil degani va ko'rishinglar mumkin $709 ming dan oshiq ujub bu saytdan pul chiqarib olingan. Saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak. Uning uchun registratsiya tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Saytdan registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga email, ikkinchi qatorga parol, kapchadan o'tib bu yoqqa galchkani qo'yib biz registratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tishimiz bilan bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda sizlar o'zingizlarning statistikalarni ko'rib borishinglar mumkin. Demak, uni pastda yana hamkor saytlarini ko'rsanglar bo'ladi. Tepada har xil bo'limlar bor. Ikkinchi bo'limi YouTube bo'limi. Bu bo'lim orqali biz videoni ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Nega videoni boshida telefon orqali deganman va notebookda ko'rsatyapman. Ko'rib turganingizdek, bu saytdan biz faqat telefon orqali videolarni ko'rishimiz mumkin. Просмотр video доступно только с мобильного устройства deb qo'ygan, ya'ni kompyuter orqali bu saytdan pul ishlab bo'lmaydi. O'shaning uchun bemalol telefon kirib pul ishlasanglar bo'ladi. Hozir agar kompyuterda ko'rsatganda ham men YouTube videoroliklarini ko'rsatmasdim, chunki boshqalarning videoroligini men o'zimning videomda ko'rsatsam YouTubedan jalba keladi. O'shaning uchun hozirlarga saytda to'liq tushuntirib beraman. Demak, zakrit tugmasini bosamiz, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bizga hozirda bir sutkada 560 ta video ko'rsak bo'ladi. Har soatda 54 tadan biz ko'rishimiz mumkin. Длительность просмотра deb qo'ygan 15 sekund. Ya'ni biz просмотр video tugmasini bossak, har bitta video 15 sekunddan ko'rilib, o'zi avtomatik keyingi videolarga o'tib ketaveradi. Aytib o'tganimdek, faqat telefon orqali sizlar bu saytdan pul ishlashinglar mumkin. Bu yerda mana avtomatik просмотр video в Payap для Android smartfoni deb qo'ygan. Shu tugmani bosib, sizlar bu расширениясini yoki mini приложениесini skachat qilib olib, bemalol telefon orqali sarmoyasiz pul ishlashinglar mumkin. Referali bo'lim orqali bu saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olsanglar bo'ladi. Выплаты bo'lim orqali biz bu saytdan sarmoyasiz ishlagan pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, tepada unaqa muhim bo'limlari yo'q. Biz asosan YouTube bo'limidan videolar ko'rib pul ishlaymiz va выплаты bo'limidan biz pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Qolgan bo'limlari uncha qiziq emas. Sizlarga baribir tushuntirib beraveraman. Demak, periga minimalniy pul yechish $5 dan boshlanadi. Hammasiga $5. Biz ko'rib turganingizdek, Telegram Starsga minimalniy $1 dan boshlab pullarni yetsak bo'ladi. Steam accountga $1 dan yetsak bo'ladi. SPB bankka biz minimalniy $2 dan boshlab pul yechishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek komissiyasi yo'q, faqat SPBda 7% komissiyasi bor ekan. Demak, bu yerda yana har xil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Misol uchun sizlar Payerga pul yechmoqchi bo'lsanglar, Payer ustiga bir marta bosasizlar, bu yerda meni kashlogim saqlanib qilingan. Kashlogni qanaqa qilib saqlanib qilamiz desanglar, profil ustiga bir marta bosasizlar, bu yerda настройка выплат bo'limi turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bossanglar, har xil kashloglar ochiladi. O'sha yerdan sizlar o'zingizlarning Payer hamyoninglarni saqlanib qilib qo'yishinglar mumkin. Keyin xuddi shunday avtomatik chiqib qoladi. Demak, hamyonimiz birinchi qatorga chiqadi, ikkinchi qatordan biz summani yozamiz. Demak, balansimda hozir $5 emas, $3.13 bor. O'shaning uchun hozir men pul yechishga zaifga qoldira olmayman. Prosta Telegram Starsga pullarni yechim kelmayapti. Agar bu sayt to'laydimi yo'q bilmoqchi bo'lsanglar, bizning Telegram kanalimizga o'tib poiskdan Payap deb poisk bersanglar, bemalol ko'rishinglar mumkin. Biz bu saytdan ko'p marta pullar yechib olganmiz. Va shunaqa ikkinchi qatorga summani yozamiz. Bu yerdan kapchadan o'tib отправить заявка tugmasini bossak bo'ldi. Bizning pullarimiz обработкаga ketadi va uzog'i bir kunda bizga pullarni to'lab beradi. Bu yerda mana istoriya bo'limi orqali mana pul yechgan istoriyamni ko'rsanglar bo'ladi. Oxirgi marta Telegram Starsga pul yechganman $3.20. Bu yerda mana Payerga yechgan pullarimni ko'rishinglar mumkin. 2, 2, 6, 7, 7, $5 bu saytdan sarmoyasiz ishlab pullar yechib olganman va hamma pullarni sayt menga 100% to'lab bergan. Aytib o'tganimdek, Telegram kanaldan poiskga kirib, Payap deb poisk berib, pullar Payer hamyonga kelib tushgan skrinshotlarini ko'rib olishinglar mumkin. Novosti bo'limi orqali saytda chiqayotgan yangiliklardan xabardor bo'lsanglar bo'ladi. Makros bo'limi uncha qiziq emas. Sizda zakaz bo'limi orqali sizlar o'zingizlar zakaz berishinglar mumkin. Biz hozir обратно saytga qaytib olamiz.
Keyingisi TG chat bo'limi. Bu bo'lim orqali Telegram chatiga ulanishingiz mumkin. Gruppasiga konkursi bo'limidan sizlar konkursda ishtirok etib, yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Hozirda ko'rib turganingizdek aktivniy konkurs yo'q ekan, konkursi tugagan. Oxirgisi Nachat Zarabativat bo'limi. Bu bo'lim orqali bizani yana YouTube bo'limiga o'tkazib yuboradi. Ko'rib turganingizdek sayt interfeysi вообще oson, yangi kirganlar ham oson tushunib olishi mumkin. Telefon orqali saytga kirasizlar, bu yerda mana avtomatически Androidga deb qo'ygan shu tugmani bosib, xohlasanglar расширение yoki приложениесini skachat qilib olib, avtomatik pul ishlashingiz mumkin. Har bitta videoni 15 sekund ko'ramiz va biz kuniga общий 560 ta video ko'rishimiz mumkin. Videolar o'zi avtomatik kengisiga o'tib ketaveradi. Bu yerdan смотреть video tugmasini bossak, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda skachat tugmasi turibdi. Shu tugmani bosib, приложениесini skachat qilsak bo'ladi. YouTube bo'limidan video ko'ramiz, выплаты bo'limidan biz ishlagan pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Profil nastroykasini bu yerdan qo'ysanglar bo'ladi. Endi agar sizlar o'zingizlarning dohodinglarni 2 barobar oshirmoqchi bo'lsanglar, xuddi shunga o'xshash yana bitta saytni ko'rsatib o'taman. Mana bu sayt ham xuddi Payap saytiga o'xshaydi, faqat buni nomi Worker Cash bo'ladi. Bunda bo'limlari sal kamroq, bunda ham xuddi shunaqa registratsiyadan o'tish oson. Osongina registratsiyadan o'tib olib, Zaработать bo'limiga o'tib, telefon orqali biz videolar ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Просмотр video dostupen только с мобильного устройства deb qo'ygan, zakrit tugmasini bosib, bunda ham sizlar приложениесini skachat qilib olib, 15 sekundlik videolarni avtomatik tarzda ko'rib, sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Выплаты bo'limidan keyin biz pullarni bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bir kunda biz общий $20 yechib olsak bo'ladi. Bu yerda mana Payer yoki Edvikesh Tronlarga pullarni yetsak bo'ladi. Bu yerda minimalniy summasi Payap'kidan kamroq, ko'rib turganingizdek 12 sentdan boshlab biz уже bu saytdan Payerga pullarni yetsak bo'ladi. Demak, bu uncha mashhur emas. Xohlasanglar bunga ham kirib pul ishlashingiz mumkin. Payap mashhur bo'lgani uchun minimalkasi sal balandroq, buniki pastroq. Bunda ham xuddi shunaqa ukazat koshlok tugmasini bosib, Payer hamyoninglarni saqlanib qo'yasizlar, keyin pastdan summani yozib, kapchadan o'tib отправить заявка tugmasini bossak bo'ldi. Bizning pullarimiz 24 soat ichida bizning hamyonimizga kelib tushadi. Bu yerdan profil bo'limi orqali mana finansiy bo'limidan kashloni saqlanib qilishingiz mumkin. Mo'y profil bo'limidan o'zingizlarning Gmail pochtalarini tasdiqlasanglar bo'ladi va o'zingizlarning profil nastroykalarini qilsanglar bo'ladi. Demak, ikkala sayt ham ishonchli, ikkala sayt ham pullarni 100% to'lab beradi. Xohlasanglar ikkala saytdan ham приложениесini skachat qilib olib, dohodinglarni 2 barobarga oshirib, sarmoyasiz video ko'rib pul ishlashingiz mumkin. Bu ikkala sayt silkasi ham bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini screenshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib, shu sayt silkalarini olib, sizlar ham sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Sizlarga ham ishonchli pullarni 100% to'lab beradigan sarmoyasiz loyihalar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa loyihalarni tez-tez sizlarga video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.